Annyeonghaseyo yorobun, 저는 Shabnam입니다. Men Gettopic o'quv markazida o'qib, 4-darajani qo'lga kiritdim. Annyeonghaseyo yorobun, bugun yana bir o'quvchimiz Topikdan 4 natijani qo'lga kiritdilar. O'zingizni tanishtirsangiz? Assalomu alaykum, men ismim Shabnam, 16 yoshdaman. Gettopic o'quv markazida 3 oy davomida o'qib, 4-darajani qo'lga kiritdim. 16 yoshdamisiz? 16 yosh. 16 yoshida Topikdan 4 natijani olishyapti bizning o'quvchilarimiz. O'quv markazimizga qachon keldingiz va qaysi guruhlarda o'qishni boshladingiz? O'quv markaziga yozda keldim, ya'ni o'sha iyul oyida va birinchi bir oy standart kurslarida o'qidim, keyin 2 oy roket kursida o'qidim. Umumiy 3 oy o'qidingiz. Umumiy 3 oy o'qidim. Nimaga standartdan roketga o'tdingiz? Chunki ekzamenga, topik imtihoniga kam vaqt qolgan edi va menga topikdan natija olishim juda ham zarur edi, kerak edi. Juda ham kerak edi. Shuning Qaysi o'qituvchimizda o'qidingiz? Ziyoddin Semda o'qidim. Ziyoddin Semmi dars o'tishlar metodikasi qanaqa ekan? Juda ham zo'r. Mana masalan 3 oyda topik 4 daraja olganimdan ko'rsak ham bo'ladi. Hamma sectionlarga alohida e'tibor qilib, hammasini tushuntirib berib, yaxshi dars o'ttirib. Zo'r. Oldin topik topshirib ko'rgansiz? Yo'q, birinchi marta. Birinchi marta topshiryapsiz. Aygu, juda ham zo'r natija bu. Demak, oldin topik topshirmagan bo'lsangiz, tayyorgarliklar qanaqa bo'lgan? Bu yoqqa kelishimdan oldin to'g'risini aytsam, topik haqida umuman tushuncham bo'lmagan. Ya'ni topik ekzameni borligini bilardim, lekin qanaqa savollar bo'ladi, qanaqa jarayonda bo'ladi, hech qaysini bilmaganman. Bu yoqqa kelganimdan keyin hammasini tushuntirib, topikka tayyorlanib, 3 oy davomida. Zo'r. Ziyoddin Sem bizning o'quv markazimizning eng tajribali o'qituvchilari hisoblanadi. Ular bilan aynan qaysi sectionga ko'proq e'tibor qaratib o'qidingiz? Hamma sectionga qattiq e'tibor qaratdik, chunki baribir birinchi marta topik topshirishim. Lekin eng ko'p mana shu ilki bilan titkiga deb o'ylayman. Sizga qiyinmi? Sizga qiyin bo'ladi, lekin harakat qilsa oson bo'ladi. Harakat qilsa oson. Topik imtihoni kuni sizda qanday bo'ldi? Juda ham hayajonli bo'ldi, to'g'risi. Bir tarafdan qo'rqdim, bir tarafdan hayajonlandim, baribir birinchi marta topshirishim. Lekin kirdik, yaxshi, Xudoga shukr. Juda ham yaxshi. Topikka tayyorlanayotgan o'quvchilarga qanaqa maslahatlaringizni berasiz? Birinchi o'rinda baribir yaxshi o'quv markazi topish kerak, yaxshi o'qituvchi topish kerak deb o'ylayman. Keyin albatta menimcha maqsad bo'lish kerak, maqsad qo'yib olish kerak, qat'iy harakat va disiplina, intizom kerak. Chunki menimcha hamma natijalar disiplinaning orqasidan bo'ladi. Zo'r. Topik to'rini ham oldingiz mana. Endigi maqsad qanaqa? Endi Xudo xolasa Koreyaga. Koreyaga. Universitetga bormoqchimisiz? Yo'q, уже high schoolga kirdim Koreyada. High school? Coding hacker, ya'ni katta sinflar uchun maktab. Maktabga o'qishga kirdingiz. Maktabga kirdim. Juda ham yaxshi. O'qish qachondan boshlanadi? O'qish Xudo xohlasa martdan boshlanadi. Martdan boshlanadi. Fevralda ketamiz. Juda ham yaxshi. Noyabr oyida ham topik imtihoniga registratsiya qilganmisiz? Albatta. Kirdingiz. Kirdim. U imtihon qanaqa bo'ldi va qanaqa natija chiqadi Xudo xolasa? U imtihonda men o'ylayman, yaxshiroq kirib chiqdim, ayniqsa ilklarni yaxshiroq ishlab chiqdim deb o'ylayman. Endi Xudo xolasa bundan balandroq natija kutamiz. Xudo xolasa 5 yoki 6 ga chiqsa biz yana qayta ko'rishamiz, Albatta. Juda ham yaxshi. Xo'p, Shabnam, Gettopic o'quv markazimiz haqida fikrlaringiz va boshqa o'quvchilarga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Menga Gettopic o'quv markazi juda ham yoqdi, chunki Gettopic o'quv markazi tizimlashtirilgan. Ikkita o'qituvchi bor, support o'qituvchi va asosiy o'qituvchi. Va o'zini alohida onlayn ilovasi ham bor va o'sha onlayn ilovasidan ham kirib mashqlarni bajarib, bilimingizni yanada mustahkamlashingiz mumkin. Albatta bu o'quv markazini boshqalarga ham tavsiya qilaman. Agar sizlarga sifatli va tez natija kerak bo'lsa, Gettopicda kutamiz. Yorobun, mana ko'rib turganingizdek, Shabnam o'quvchimiz 16 yoshda 3 oyda topikdan 4 natijani qo'lga kiritgan. Bu hech qanaqa marketing yoki reklama emas. Mana shaxsan o'zlari turibdi yonimizda. Oldin topik haqida tushunchasi bo'lmagan. O'quv markazimizda 3 oy, 2 oy roket guruh, 1 oy standart guruhda Ziyoddin Semda o'qib, topikdan 4 natijani qo'lga kiritdi. Sizga ham topikdan 4-5 natija kerakmi? Unda Gettopicga keling.